suratda qara qara qaqlar aylanib uçdi. Başlanışda o'ng qo'l pasqana chalamiz, so'l qo'l qaysi akkorddan ishlatamiz. O'ng so'l qo'l qana massajtiramiz, eg'izimizni sanoqni qana naqshga qamlashtiramiz. Eng tafsilot men sizga YouTube qo'yay, bir tajriba ko'rsatib bergan bo'lsangiz rahmat. O'ng qo'l chaldigan pas biz eng ost holatda Y R sen sil vo Y R sen sil vo. Başta holatni jex mesh qilgandan keyin biz ritm bo'yicha mesh qilishni boshlaymiz. Y R sen Y R sen sil vo Y R sen sil vo Y R sen sil vo. O'ng qo'l mesela çalaldek məşləndirsiz. Sol qol işlədiği akkord mən üstügün qruplab yazıb qoydum. Astik tekistin üstü qarayğan bolsaq, qara qara qağlarım, qara qara degəndə C-də beziliq ki, qağlarım degəndə E-yəm deb çıxır ikən biz. Şu buç görüp düşünüb alsanız boldu. O'ng qol pasiyası günüb aldıq, sol qol akkorddan düşünüb aldıq. Endi biz o'ng sol qol egizimizga sanoqni birləşdirib məşq qilib baqaylı. Y R sen S Y R sen S vo 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 Y R sen S vo. Biz o'ng qo'l, so'l qo'l sanoq bilan birlashtirib chelishni mashq qilib oldik. Endi eg'izimizga sanoqni naqshaga almashtirib, naqsini chapaqayli. Ömürde gitar tutib baxmaqanligini men 0 seviyadan boshlab, mana akkordlarni qanday bassiz, o'ng qo'l ilib chilish, pas chilishni qanday chilasiz, o'ng so'l qo'lni qanday massaj turib, naqshni qanday aytimiz. Buningda eng inch holatda men dars tuzib qo'ydim. Janingizda o'tiriblam Ügnalaga unidar tor darsxonasi. Janingizda o'tiriblam Ügnalaga unidar tor darsxonasi. Darsxonada 10 yoshdan 60 yoshga uynib chiqqan, uynayotganlar bor. Gitar setib olganlar bilan aloqalasanglar bo'ldi. Men uynib baqay deydiganlar 132 79 97 07 28 unday qo'shing, mana shu ustidagi pininch xatni bir sunday qo'shsin bo'ldi. Uganmisiz mash ajrim uchun bir tajriba besotdan naqsh ugun baqaylik. Y R sen S Y R sen S qara qara qag'lar hayranib uçdi. O'ylandiki chinolanning shahiga yari yanıda künde mundaştı. Minnem yarım yirafada gözümün uçtu. Akşinin keyin kupluturğum ama tekislam anlaştırsanız akord çeliş öpbezen düşüyordu. Mesela ikiz dağ başıdın. Maşa anlaştırsanızdan buldu diyen gap. Bir tane yürek besi şunu tuqamang, men qush şunu tuqamang, keyinki naqsha siz eng yaxshi ko'rgan naqsha bo'lishi mumkin. Qo'lingizni rahmat.